Bahor moda va uslub bilan tajriba qilish uchun eng qulay fasl. Quyidagi tavsiyalar orqali siz bahorda qanday kiyinish kerak va nimalardan voz kechish kerakligi haqida bilib olasiz. Nima kiysa bo'ladi? Bo'sh, havo o'tkazadigan matolardan tikilgan ko'ylaklar bahor uchun juda qulay. Gul naqsh yubkalar bahorga romantik obraz yaratib bersa, ipak va shoyi matolar bahor fasliga juda ham mos keladi. Katta halqa sirg'alar, nozik taqinchoqlar, ochki sumkalar va shyapalar uslubingizni yanada mukammal qiladi. Nima kiymaslik kerak? Qishki palto va qalin sharflar bahorga og'irlik qiladi. Ularni o'rniga yengil pidjak va kardigan kiying. Bahor iliq fasl bo'lganligi uchun tanaga yopishib qoladigan va havo o'tkazmaydigan kiyimlardan qochish kerak. Paxta, ipak va shifon kabi tabiiy matolarni tanlang. Bahorda harorat bir xil emas, shuning uchun haddan tashqari ochiq va uzun kiyimlar noqulaylik tug'dirishi mumkin. Sizga qaysi rang va kiyim uslubi yoqdi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.